Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sliva sort Black Splendor amerikanskiy sort o'ta qora qizil bo'ladi. Mana eksportga juda ham yaxshi, transportga chidamliligi juda ham zo'r bo'lgan sliva. Ichki ko'rinishini sizlarga ko'rsatamiz ana do'stlar. Kattaligi tuxumdan katta. Bismillahirrohmanirrohim. Suv oqib ketdi qo'limga mana. Ichki ko'rinishi qattiq, nihoyatda qattiq. Rezinkaga o'xshaydi, mazasi ham yaxshi. Ko'chatlaridan kimga kerak bo'lsa, kuz mavsumiga tayyor ko'chatlardan bor do'stlar mana. Slivani holati eksportga juda ham yaxshi. O'tgan yili 25-yil 30 ming so'm, 25 ming so'm sotilgan. Eng serhosil sliva bular. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz do'stlar, aloqaga chiqib olmaslar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.